bugun bir ko'zdan kechirishga keldik arilarimizni. Birinchi ishlov 15-may 2026-yil. Bir haftadan beri qangroganimiz yo'q edi. Arilar to'lib toshib ketgan, oqib yotibdi. Ularga ramka bo'lsa, ramka berish kerak. Biz chalpagimizga hozir mashinamiz. Shu mashinadan iloji boricha bitta tiqib qo'yamiz. Bunga ikkita tiqsak ham bo'laverar ekan iloji. Bundan tasha. Tasha, qavun tasha. Neden aldın? Sizde var mı da? Tasha. Tasha, o var. Kim bak? Sanya, koyuyor. Bu kadar. Ya Sanya. Mana shu arimiz 1-mart holatiga 1-martda urug'qa kiradimi? 1-aprelda urug'qa kirdi. 1-aprelda urug'qa kirgan, onasi o'lib qolgan oilalarimiz mana shu. O'zlaridan chiqarib urug'qa kirgan. Mana o'sha 1,5 oyda o'sha 1-aprelda 3 ramka o'tirgan. Hozir 1,5 oyda o'sha 10 ramka bo'ladi. To'liyor. Chekkigacha urib qo'ydi. Kardavan matka. Yo'qligidan qo'yib. Ha, shu. Yo'qligidan karmovigacha qo'ygan. Erkak arilarni ham ko'ringlar, sap-sariq. Shu kardaman xolasa. Adem bor. Ikkita bor. Purshutda bor bitta kardavan, beydagida. Shu ham zo'r qo'yilgan. Mana shu beyda 4 ta turibdi-yu mana chalpak. 4 ta. Bundan tashqari yana 2 ta to'qiganda bular. 6 ta to'qidi. Olganmi? Xo'p shu, ha. Olib boshqa oilaga berdim. To'liq urib mana. Orol ko'nyapti. Kardavan matka shunaqa zo'r ishlaydi. Bu tomoni ham to'liq urib. O, matka ham yo'q. Matka ham olibdi. Ko'rdingmi? Qo'limda ko'rsataman. Avtobus ko'pchilik. Bu 3-chi ramkasi oxiridan hani yopib tashlagan ochiq urug'lari ham polni chekkasigacha. Chotki rostli. Tepasidan уже asal yig'ishni boshlagan. Tabiatdan yaxshi kelib tursa, kardavan matka 1 oy, 1,5 oyda 2 ramka bo'lsa ham butun yashil to'lib tashlar ekan. Yopiq rasplot. Bunda arilar chiqishni boshlabdi уже. Tepasida asal. Bir oydan o'tdi. Sirop berishni to'xtatganimizga
umuman vaqtimiz ham bo'lmayapti bularga sirop bergani. Keyin tabiatan bu yil xudo xolasa yaxshi. O'tgan yilga o'xshab quruq kelmadi. Hozir 5-ramkamiz. Hozir 4ta ramka polni urib. 5-ramkamiz. Beshinchi ramka ham polni rasplot. Yarmini olsagan bo'lar ekan. Bu oilamizga mashinadan sразу ikkita tiqib ketamiz. Bular bir kunda to'qib bo'ladi. Rekordchi oilalarimizdan bittasi. Bundan mana rosa chiqdi, o'rniga qo'yibdi. O'rtoqlar, bu oilamiz yaxshi, qochishga harakat ham qilgan yo'q. Bundaylari yo'q, ortiqcha. Faqat pastida chashkalar bor ekan, chashkalarni uzib turamiz. Endi bilib bo'lmaydi mabodo. Matishni tortishadi. Matishlik emas, u kalt topib. Bu nima shu? Matishlik emas, endi bilib bo'lmaydi. Chashka bular. Havaskor. Hozir buzmasang keyin kattalashtirib yuboradi uni. Hazil huzul bilan chiqib ketdi. Asliga qilib buzib qo'yamiz. Bu ovqat ramka ekan, lekin ovqat ramka ham to'la urug'. Urug'ini olalasam, mayda urug'larni. Shu o'rtada. Endi nima yaptim? Başta hamma ramkalarda rasplot bor. Ham ochiq, ham yopiq. Hozir mana qo'lni chiqib o'tdi, ustidan yana urib oldi. Tabiat kostyumasini bil zo'r. Bu oxirgi ramkasi do'stlar. Shu oilani polniy ovqat, asal. O qizim. Cho'tka holatda mana bu chekkasida mana erkak arilar chiqadigan, turtuyan arilar chiqadigan
Pasporti. Yo'lga o'tirib oldim. Yo'lga. Men meniga kirib chiqayman. Salomat bo'lasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.